Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz, bizning obunachilarimiz. Sizlarga yana bitta tayyor bo'lgan obyektimizni ko'rsatib o'tmoqchi edik. Bu obyektimiz demak bolalar kiyimini sotish uchun mo'ljallangan do'kon bo'lib, bu obyektda quyidagi narsalarni biz yasab berganmiz. Demak, obyekt xonaga o'sha do'konimizga kirishda kassa uchun resepsiyon yasalgan. Uni demak orqa qismida polkalari o'lchamlarini o'zgartirsa bo'ladigan shkaf yasaganmiz. Pastki qismi demak har xil buyumlarni saqlash uchun shkaf qilib yasalgan. Buni yonida vitrina yasaganmiz. Demak, resepsiyonimiz o'ng qismida bizada tortma va uni tagida shkafi bor. Demak, keyingi qismida kiyimlarni ilish uchun maxsus shunaqa vishilka o'rnatilgan. Demak, davom etamiz. Paypoq sotish uchun mo'ljallangan va pastki qismi demak bizada shunaqa katta buyumlarni taxlasa bo'ladigan shkaf yasalgan. Uni yon qismida demak oyoq kiyim qo'yish uchun polkalar va do'konimizda qolgan yarmi ham bir-biriga simmetriya qilib ishlangan. Xuddi shunaqa polka va yana shunaqangi bir shkaf yasalgan. Demak, do'konimizning chap qismi o'ng qismidan farqli ravishda demak biza vishilkalarimizni tagiga yana shunaqangi buyumlar saqlash uchun shkafni yasab berganmiz. Bu shkafimizning balandligi 60, demak eni 40 sm, umumiy uzunligi demak har biri 190 sm dan qilib yasalgan. Shkafimizning tepa qismida vishilkalar va uni yana yuqori qismida polka o'rnatilgan. Shkafimizni demak biroz ingichkaroq qilib yasaganmiz. Buni o'lchami 1.65 ga 300, bo'yi 2,5 metrgacha. Buni polkalari yaxshi tarafi demak polkalarni mijoz o'zini buyumlariga mo'ljallab o'lchamlarini o'zgartirishi mumkin va uni yonida biroz kattaroq qilib shkaf yasalgan. Bu demak qalinligi 50 sm tashkil qiladi. Sababi demak bizning do'konimizda shunaqa rigillar o'tgan va bu yerda shunaqa o'lchamlarida har xil turli xil bo'lgani uchun shunaqa shkaflarimizni o'lchamlarini turli qilib yasaganmiz. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.